Assalomu alaykum hurmatli talabalar va tinglovchilar. Bugungi darsimiz o'zbek tilini o'qitish metodikasi fanidan o'zbek tilining o'qitish metodikasining umumiy masalalari va tarixiy shakllanishi deb nomlanadi. Ona tilini o'qitish tarixi ancha qadimgi davrlarga borib taqaladi. Sharqda 9-15 asrlarda ijtimoiy madaniy hayotda yuksalish, ilm-fanda taraqqiyot kuzatiladi. Bu davrda O'rta Osiyoda yashab ijod qilgan qomusiy olimlarimiz turli fanlar bo'yicha erishgan yutuqlari bilan jahon madaniyati, ma'rifati, ilm-u fan rivojiga ulkan hissa qo'shdilar. Ular ta'lim va tarbiya bobida ham o'chmas iz qoldirdilar. Sharqda ikkinchi muallim deb tan olingan Arastudan keyin Abu Nasr Farobiyning ta'lim tarbiya berish usullari asaridagi bilim, ma'rifat, yaxshi axloq bilan bilimdon, ma'rifatli yetuk mukammal inson yetishadi. Buning uchun ta'lim jarayoni o'qituvchi tomonidan to'g'ri tashkil etilishi, boshqarilishi va ma'lum maqsadlarga yo'naltirilishi lozim degan fikri o'zbek tili o'qitish metodikasida ham asosiy bosh mezon vazifasini o'taydi. Darsliklar o'quvchiga fan bo'yicha zarur bilim va ko'nikma, malaka va kompetensiyalarni egallashga yordam beruvchi asosiy manbadir. Darsliklarni yaratishga urinish qadimda mavjud bo'lgan. Madrasa va ilm maskanlarida Sa'diyning Bo'ston, Guliston asarlari, keyinroq Yassaviy, Hofiz, Navoiy, Ollayorning badiiy yetik tili sodda asarlari o'rgatilgan. 19-asrning ikkinchi yarmiga kelib turkistonlik ma'rifatparvarlar orasida xalq turmushining mavjud holatidan qoniqmaslik, uni yengillashtirish, millat ahliga odamga munosib hayot kechirish yo'llarini ko'rsatishga urinish mayli paydo bo'ldi. Asrning oxirida Ismoilbek Gasperalining Xo'jayi Sibon alifbo darsligi, rahbariy muallim yoki muallimlarga yo'ldosh metodik qo'llanmasi ta'sirida usuli jadidni ta'lim amaliyotiga olib kira boshladilar. 1918-yilda Ma'orif va o'qituvchilar jurnalida birinchi ona tili va adabiyot 5-7 sinflar uchun dastur bosildi. Bu dasturda ona tili va adabiyot predmeti o'qitilishi, qanday amalga oshirilishi belgilab berildi. 1940-yillarda O'zbekistonda Pesalotskyning ona tili o'qitish metodikasi qo'llanmasi nashr qilindi. Bu o'z davri uchun katta nazariy va amaliy ahamiyatga ega bo'ldi. Qo'llanmaning ko'p qismi nutq o'stirish va insho masalalariga bag'ishlangan bo'lib, morfologiya va sintaks o'qitish metodikasiga alohida e'tibor qaratilmaydi. 1944-yilda Murod Shams orfografiya o'qitish metodikasi, Xayrullayev tipik orfografik xatolar va ularni bartaraf etish mavzusida tadqiqotlarni amalga oshirishdi. Keyinroq 1950-yilda Murod Shamsning o'zbek tili o'qitish metodikasi qo'llanmasi nashr qilindi. 1952-yilda Faxri Kamol tahriri ostida o'zbek tili o'qitish metodikasiga oid darslikning birinchi qismi chiqdi. Mazkur qo'llanma va kitoblarda ona tili darslarini uyushtirish va o'tkazish bo'yicha zarur ko'rsatmalar, ona tili o'qitishni yaxshilash bo'yicha maslahatlar, mashg'ulotlarda nutq o'stirishning usul va vositalari, jadvallar majmuasi, dars ishlanmalari berilgan edi. Lekin orfografiya va punktuatsiyaga, matn ustida ishlashga oid masalalarga to'xtalinmagan edi. 20-asr ona tilini o'qitishda alohida o'rin tutdi va bu davr quyidagi kichik davrlarga bo'linadi. 1910-yillar, 1930-yillar birinchi bosqich, 1960-yillar ikkinchi bosqich, 1960-1970-yillar uchinchi bosqich, 1970-1990-yillar to'rtinchi bosqich, 1990-yildan keyin hozirgi davrgacha 5-bosqichni tashkil etdi. Birinchi davrda madrasalarda o'qigan bolalarga savod chiqarganlardan keyin qofiya va qofiyaning bo'limlari, sarf va nahv, ya'ni morfologiya va sintaks o'rgatilgan. Bolalarning xat savod chiqarishi, qiroatxonlikka katta e'tibor berilgan. 20-asrning boshlari shu bilan birga e'tiborliki,
garchi hali maktablarda ona tili fan sifatida o'qitish muayyan izga tushmagan bo'lsa-da, ammo o'quvchilarga til qoidalarini o'rgatish, ularning savodxonligini chiqarish va uni takomillashtirishga qaratilgan harakatlar kuchaydi. Ikkinchi davr 1930-1960-yillar. Bu davrda maktablarda ona tilini fan sifatida o'qitish yo'lga qo'yildi. Til ta'limidan maxsus o'quv dasturlari va darsliklari chiqarila boshlandi. O'zbek tili maktabida o'qitiladigan yetakchi o'quv predmeti sifatida o'quv rejalaridan mustahkam o'rin oldi va bu fanning o'qitilishiga katta miqdorda soat ajratildi. Uchinchi davr 1960-1970-yillarda kelib, ona tilida ta'lim mazmuni ancha takomillashdi va mazkur fandan o'quv dasturlari va darsliklari chiqarila boshlandi. Ayniqsa maktablarning yuqori sinflarida ona tilining o'qitilishiga e'tibor kuchaydi. To'rtinchi davr 1970-1990-yillar. Ona tili fan sifatida o'qitish yo'lga qo'yildi. Til ta'limida maxsus o'quv dasturlari va darsliklari chiqarila boshlandi. O'zbek tili maktabda o'qitiladigan yetakchi o'quv predmeti sifatida o'quv rejalarida mustahkam o'rin oldi va bu fanning o'qitilishiga katta miqdorda soat ajratildi. 5-davr 1991-yildan keyingi davrda ona tilida ta'lim mazmuni ancha takomillashdi va mazkur fanda o'quv dasturlari va darsliklari chiqarila boshlandi. Ayniqsa maktablarning yuqori sinflarida ona tilining o'qitilishiga e'tibor kuchaydi. Ona tili ta'limining samarali usullarini izlab topish tarixi garchi uzoq o'tmishlarga borib taqalsa-da, ammo o'zbek tilini o'qitish metodikasi fan sifatida 20-asrning 30-yillaridan boshlab pedagogika bilim yurtlari, oliy o'quv yurtlarining filologiya fakultetlarida o'qitila boshlangandan keyin shakllandi. O'zbek tilini o'qitish metodikasi fan sifatida shakllangach, dastur, darslik va shu yo'nalishda o'quv metodik qo'llanmalar yaratishga ehtiyoj ortdi. E'tiboringiz uchun rahmat, xayr, salomat bo'ling.